Hukmdorim, mendan qarzingiz bor. Sizdan nimadan qarzim bor, bolam? Hazratim, men tijorat bilan shug'ullanardim. Kasodga uchradim. Bo'ynimgacha qarzga botib ketdim. Har kecha yotarda Allohga duo qildim. Bolam, podshohimiz qanday qarzdor bo'lganligini so'rayaptilar. Aytyapman-ku, har kecha yotarda Allohga duo qildim. Bu kecha tushimda payg'ambarimiz alayhi solatu vassalamni ko'rdim, hazratim. Sallallohu alayhi vasallam. Menga dedilar-ki, Hamidimizga ayt. Har kecha aytadigan salovat va zikrni bu kecha aytmadi, unutdi. Bor ehtiyojingni undan so'ra dedilar. Nima dedilar? Hamidimiz Bolam. Nima deganlarini yana qaytara olasanmi? Hamidimiz Bolam. Yana bir marta qaytar. payg'ambarimiz alayhissalomni tushimda ko'rdimda, Hamidimiz dedilar. Oh. Yana takror qaytar. Hamidimiz O'g'lim, shuncha olgan narsalaring yetmaydimi? Yetti vazirim, qarzlarim borib hammasini usaman. Salomat bo'l. Hukmdorim, Qo'yib bersa boringizni olar edi. sen nima deyapsan, ey vazir? Xudo haqqi. Agar saltanatimni yarmini so'rasa berardim. Kecha ish bilan charchab o'tirgan joyimda uxlab qolibman. Salovatni unutibman. Mahsulot Muslimun o'z studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Xato qildik, vazir. Alloh kechirsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar. Qiyomat kunida ummatlarimning menga eng yaqini, menga ularning salovatni eng ko'p aytuvchilaridir. Sallallohu alayka ya Rasululloh.